Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmangizlar. Bu video sizlarga asqotishi mumkin. Bilmaganlarga bildirib qo'yaylik. Hozir Xitoydan paketchalar zakaz qildik. Donasini 846 so'mdan tushdi. O'zbekistondan, Toshkentdan olaman desangizlar, bu paketchalarning bir donasi 1200 so'm yoki 1,5 so'mdan tushadi. Lekin Xitoydan olganimiz uchun donasi 846 so'mdan tushdi. Mana bunaqa upakovkalarda keladi, shunday chiroyli paketchalar. Va bu paketchalarni qanday zakaz qilamiz desangizlar, men sizlarga bir yo'lini o'rgataman hozir. Mana qarab turasizlar. Uzun marketga kirasiz. Uzun market profilga kirganingizdan keyin, o'zingizning profilingizga kirgandan keyin mana yozib qo'yibdi. Xorijdan buyurtmalar. Unga kirasiz, xorijdan buyurtmalarga. Mana qarang. Nima xohlasangiz, sizga nima kerak bo'lsa, agar bitta olsangiz narxi qimmat. Eng kami 3 ta olsangiz, narxlar shunchalar arzon. Kimga kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Bu paketga nima qilasiz desangiz, keyingi videolarimda aytib o'taman sizlarga. Aniq yasab, o'rgatib ko'rsataman. Uyda bekor o'tirgan opa-singillarimiz uchun tayyor ish. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin.